G'olib video studiyasi taqdim etadi. G'olib video studiyasi namoyish etadi. Edin kartalarni yurtib, bugungi kunda Amerikada, Koreyada faoliyat yurgandan xabarimiz bor. Ularda mana rais boshchiligida qishloqning masjidini qarang qanday bir chiroyli qildi, borib ko'rib havas qildik. Bunaqangi Urgut rayonida bo'lsa 2-3 ta bor. Haligi o'ziga xos dizayn bilan qilingan mahalla raisi alohida dizayn taklif qildik dedi. Demoqchimanki, shu yigitlarning sharofati bilan yana bir yigit, asli vodiydan bu yigit, vodiy deganda bilasizlar, Farg'ona, Andijon, Namangan 3 ta viloyat. Bu yigit Namangan viloyatidan. Namangan viloyati desa meni esimga bir gap keladi. Namangan viloyatini o'rtalab Norin degan daryo oqadi. Mana hammamiz bir-birimizga gap qo'shgan paytda Yenangda Uchqo'rg'ondan ko'rsataman. Yenangda Uchqo'rg'on deymiz-ku. Shu gapni kelib chiqishi ana shu Norin daryoga taqaladi. Xullas gap shundaki, bittasining yenasi Norin daryoga tushib ketib qoladi. Voytoq yena degan paytda bittasi aytadi Uchqo'rg'onga qarab bor deydi. Uchqo'rg'on tumani bor, u yerda Norin yoyiladi. Shuning uchun aytgan, Uchqo'rg'ondan ko'rasan Yenangda Uchqo'rg'onga shop deganda. Lekin bu yigit Uychi tumanidan, Namangan shahrining yonidan, bu yigit o'zi yosh bo'lsa ham Baxt ovchisi degan bir serialda bir salbiy qahramonni o'ylab bo'ldi. Tushirdim deyapti. Ruscha ham aytaman, u ruscha. Sizda qanaqa aroq sotadi? Filati 5 ish bilan ekanman. Qidi kerosinga o'xshayar ekanda qandaydir? O'zim yasagan. Chiqiragan arog'i. Chiqiragan arog'i. Xo'sh, bu yigitning she'rlarini bugun butun O'zbekistonda mashhur san'atkorlar aytib, ana qo'shiqlari hit bo'lib ketyapti. Hozir kelgandan keyin ham salomat rasm tushirdim. Hozir birga mehmon bo'lib kelibdi shu. Hali jo'ralari bor ekan, bir ikkita jo'ralar boshlab ketdi. Anvar jo'qda qarsak bo'lsin. Menga to'g'ri. Taxallus isdan chiqib qoldi-da. Hozir jo'ra, hozir 1 minut. Anvarjon keling. Biz endi Urgutlikmiz, bizda qishlog'imiz mana shu yerdan yana ikkita qishloq tog' bor-ku, qor ko'rib turibdi-yu. Ana shu qor bizning qishlog'imiz ana shu yerda. Qishlog'imizda qing'ir deydi bizda. Hozir bunyodkor bo'lgan qing'ir deydi qishlog'imizda. Ana bu yerda endi bizda shu nimamizni bir tarafi Urgut tumanining o'rtaliq, lekin haqiqiy san'at sevadigan, haqiqiy san'atni qadrlaydigan juda bir ajoyib xalqi bor bu qishloqda. Men o'ylayman, bugun ko'p muxlis orttirasiz. Bugungi kelishingiz birinchisi bo'lishi mumkin, lekin bu qishloqqa oxirgisi bo'lmaydi. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin, marhamat. Rahmat aka. Tushirmay turinglar, iltimos. Tushirmay turinglar gapda. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Allohning fayzi yog'ilib turgan joyga xush kelgan azizlarimiz. Bugun mana shu hozir hamma bayramda tomosha qilib, ko'ngil yozib o'tirishibdi. Lekin bu yerda o'sha mar jasur yigitlari juda ko'pchiligi shu Amerikada, boshqa davlatlarda, musofir yurtlarda ishlab mehnat qilib yurishibdi ekan. Shularning orasida bir Rustamjon degan ukamiz bor, Tursunov. Mana shu Rustamjon ukamiz sababchi bo'ldilar bugun sizlar bilan diydor ko'rishishimizga. Aka bir ikkita xonandalarni olib boring, o'zingiz bilan birga deydilar. Jaloliddin Ahmadaliylar ham kelish kerak edi. Xudo xolasa kelgusi bayramlaringda albatta birgalashib kelamiz. Mana shu ukalarimizda ham, ya'ni o'sha musofir yurtda yurgan qadrdonlarimiz ham haqqiga hamisha duoda bo'lib turasizlar. Orzu dilda yuribdi. Garchi hozir yetmasmiz. Xudo ko'rib turibdi. Shunday o'tib ketmasmiz. Boyvachalik qilvormang. Yuzingizni burvormang, holimizdan kulvormang. Shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda, nelar bo'lmas hayotda. Shunday o'tib ketmasmiz. Xudo bersa hech gapmas. Bir kunda yo bir nafas g'iybatimni qiling bas. Shunday o'tib ketmasmiz. Tunda bedor ko'zlarim,
birov ilmas so'zlarim, do'stligi yo'q do'stlarim, shunday o'tib ketmasmiz. Do'st osmonda yurasiz, Anvardan yuz burasiz, omon bo'lsak ko'rasiz, shunday o'tib ketmasmiz. Qahriga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Sizga tor qolmasa mabodo, bir qadam tashlasak maylimi? Siz bosib olgan bu dunyoda biz ham bir yashasak maylimi? Men emas omadim kuldida, sal kuldim kitobim jildida, bo'ldida birodar, bo'ldida. Biz ham bir yashasak maylimi? Cho'chqaning e'tibor etida, zaxtomib turganlar betida, Xudoning hovlisin chetida, biz ham bir yashasak maylimi? Shoqollar ne istar bo'ridan, laychalar qo'rqar sher go'ridan, qutulib peshona sho'ridan, biz ham bir yashasak maylimi? Sajdada so'rayman o'zidan, ranjimang Anvarning so'zidan, yosh to'kmay dushmanim ko'zidan, biz ham bir yashasak maylimi? Qo'limiz oshga bir yetdida, biz ham bir yashasak maylimi? Azli oralaringda shu she'riyatga qiziqadigan ukalarimiz, singillarimiz bo'lishi mumkin-da. Agar shunaqalar bo'lsa, hali vaqt bor. O'zimda shu biz ham bir yashasak maylimi nomli kitobimni olib kelganman. Shularga bir sovg'a qilamiz, xudo xolasa. Esdalik qoladi sizlarga. Agar oralaringda haqiqatan ham shu ijodga qiziqadiganlar bo'lsa, Toshkentga ham taklif qilamiz. Mana shu qadrdonlarimiz orqali bizni topishsa, albatta qo'limizdan kelganicha yordamimizni ayamaymiz sizlar uchun. Joninglar omon bo'lsin, boringlarga shukr. Endi agar erish tuyulmasa, yana bitta ayollarimiz haqida she'r o'qib bersam. Yerga urmay ojiza deb, e'zoz etib mo'jiza deb, ona mehri olamga zeb, qayda ayol qadri baland, o'shal yurtning qaddi baland. Qurilgandir bir mahallar, hurmatiga toj mahallar, bo'lsin baxtli har go'zallar, qayda ayol qadri baland, o'shal yurtning qaddi baland. Olgan dona holin shoni, Samarqandu Buxoroni, kezib ko'ring bu dunyoni, qayda ayol qadri baland, o'shal yurtning qaddi baland. Ilohim hamisha ayollarimizning qadri, ona yurtimizning qaddi baland bo'lsin ilohim. Sog' bo'linglar, hamisha har kuninglar bayram bo'lsin.